Opa, men sizga nima dedim? Oy oxiriga qilib beraman deyapman-ku. Bosh ko'partmagin, bo'ldi, men boshqa odam topib qo'yganman уже. Chiq tez. Ruxsat bering, opa. O'chirsan ovozingni вообще. Yo'qsa shu, yoqmasa sud davay. odamni hech qanday xat hujjatsiz uydan chiqarib yuborish haqqi bormi yo'qmi? Ijara deganimizda biz shartnoma munosabatlarni tushunamiz. Shartnoma munosabatlar ikki xil bo'ladi, yozma va og'zaki bo'ladi. Yozma qanaqa kuchga ega bo'ladigan bo'lsa, og'zaki shartnoma ham xuddi shunaqa kuchga ega. Agar siz, misol uchun deylik, amaliyotda bilamiz, ko'pincha yozma shartnomalarimizni biron bir ko'chmas mulklarni agar ijaraga olinadigan bo'lsa, firmalar tomonidan 1 yil, 2 yil, 3 yilgacha ijara shartnoma qo'llanadi qog'oz variantida. Og'zakida ham xuddi shunaqa. Men siz bilan kelishishim mumkin, og'zaki shunchaki, siz bo'ldi Sarvarbek, siz bo'ldi 1 yilga shartnoma qilamiz yo 3 yilga shartnoma qilamiz siz bilan. 3 yil davomida bizani kelishuvimizga qarab turib, endi amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, asosan summa, ya'ni ijara haqqi o'zgarishsiz qoldiriladi. Faqat kurs hisobiga balki o'zgarishi mumkin agar dollarda shartnoma qilinadigan bo'lsa. Og'zaki ham xuddi shunaqa, faqat bitta nyuansi bor. Siz isbotlab bera olishingiz kerak, что siz 3 yilga shartnoma qilganligingizni. Buni isbotlash mumkin bo'ladigan dalillar, misol uchun guvohlaringiz bo'lishi mumkin, zapis bo'lishi mumkin, SMS bo'lishi mumkin, video bo'lishi mumkin. Hozir sababi ijaraga berayotgan shaxs yo'q, men sizlar bilan unaqa kelishmaganman deydigan bo'lsa, siz mana shu dalillar bilan faqat isbotlashingiz mumkin. Что siz shuncha muddatga kelishganligingizni. Muddat tugagandan keyin agar misol uchun ijaraga beruvchi shaxs tomonidan misol uchun bo'ldi, sen bilan boshqa shartnoma qilmayman, men tugataman sen bilan shartnoma degan bo'lsa, unda uni haqqi bor.